Jondor tumanida 43 ta ko'p kvartirali uylar mavjud bo'lib, ularga Sardorbek Shahzodbek boshqaruv servis kompaniyasi xizmat ko'rsatadi. Afsuski, mahalla faollari ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatuvchi servis kompaniyasi va inspeksiya mutaxassislari tomonidan olib borilayotgan tushuntirish ishlariga qaramasdan, aholi tomonidan bunday noqonuniy harakatlar davom etyapti. Jumladan, nazorat tadbirlari davomida tumandagi Paxtakor, Zarafshon, Navgadi mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi ko'p kvartirali uylarning birinchi qavatida yashovchi mulkdorlar tomonidan o'zboshimchalik bilan qurilgan qo'shimcha qurilmalar aniqlanib, ular mulkdorlarning o'z ixtiyorlariga asosan bartaraf etilmoqda. Mulkdorlar tomonidan birinchi qavatda o'zboshimchalik bilan qo'shimcha qurilishlar qilingan holatlar aniqlanib, bu borada ishlar amalga oshirilmoqda. Hudud inspeksiya tomonidan mulkdorlarga nisbatan 15 kun muddatda o'z ixtiyoriga asosan bartaraf qilish bo'yicha majburiy ko'rsatmalar berildi. Ushbu majburiy ko'rsatmalar talablarga asosan mulkdorlar tomonidan o'zboshimchalik bilan qurilgan qurilishlar bartaraf etish jarayoni olib borilmoqda. Mulkdorlardan iltimos qilib qolardik, bunaqa holatlarni oldini olish maqsadida bunaqa qurilishlar umuman shaharsozlik norma talablariga nisbatan zid ravishda qurilishlar javobgarlikka tortishga sabab bo'lishini eslatib o'tamiz. Albatta, mas'ullar tomonidan yuqorida qayd etilganidek, bu kabi noqonuniy qo'shimcha qurilishlar kimgadir qulaylik yaratishi mumkin. Ammo ko'p kvartirali uylarga o'z vaqtida xizmat ko'rsatishga to'siq bo'lishi, binoning mustahkamligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini har bir kishi anglab yetishi lozim. Shundagina zamonaviy ko'p qavatli uy-joylar aholiga uzoq muddat xizmat qiladi.